Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan respublika hududlarini jadal rivojlantirish uchun 16 ta hudud ichida Shovot tumani ham tanlangan edi. Tuman markazi va tutash hududlarda aholi yashashi, dam olishi va sayr qilishi, xizmatlar va tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida master reja loyihalari ishlab chiqildi. Ayni kunlarda bu boradagi ishlar davom etmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan aynan Shovot tumanini ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirishga bevosita byudjet mablag'laridan 81 milliard so'mdan ortiqroq mablag'lar yo'naltirilgan edi. Va natijada ko'rishingiz mumkin 8 ta yo'nalishda 16 ta obyektda qurilish, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida mana shu yo'nalishdagi barcha ishlar o'z nihoyasiga yetsa, aholi farovonligiga va iqtisodiyotiga ham tumanni o'zining ijobiy natijasini ko'rsatadi. Muhtaram Prezidentimizning joriy yil 1-aprildagi 132 sonli qarorlarga muvofiq tasdiqlangan dasturga asosan Shovot tumanini jadal kompleks rivojlantirish dasturi doirasida 8 ta yo'nalishda mablag'lar ajratilgan. Tumanimiz oldin bo'lmagan birgina mana shu markazlashgan oqova suv tarmog'ini qurish loyihasi, bu loyihaga 11 milliard 300 million so'm mablag' ajratilgan. Natijada aholimizni markazlashgan oqova suv tizimidan foydalanish yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari 24/7 rejimida faoliyat yurituvchi ko'ngilochar va xizmat ko'rsatish ko'chasi tashkil qilinadi. 140 ta ishchi o'rni hamda 50 tadan ortiq tadbirkor subyektlari tashkil qilinadi. Bugungi kundagi olib borilayotgan islohotlar tumanimizning har bir fuqarosi o'zini hayotida his qilmoqda. Tumanda jahon va Osiyo miqyosida ko'pgina sport chempionlari yetishib chiqqan. Birgina mazkur sport majmuasida ishlar to'liq yakuniga yetkazilsa, tumandagi sport bilan shug'ullanish istagida bo'lgan 15 mingdan ortiq yosh uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Muhtaram Prezidentimizni sportga bo'lgan e'tibori tufayli Shovot tumani markazidagi eski stadion hozirgi kunda ta'mirlanmoqda. Shug'ullanuvchilar uchun keng sharoitlar yaratiladi. Bir vaqtning o'zida sportning 12 turi bo'yicha shug'ullanishi mumkin. Respublika, jahon, Osiyo chempionatlarida sportchilarimiz yuqori natijalarga erishishida imkon yaratiladi. Shuningdek, aholi vakillarini uzoq yillardan buyon qiynab kelayotgan masala Urganch Shovot Turkmaniston Respublikasi chegarasi avtomobil yo'lining 32,8 km qismida joylashgan Shovot kanali ko'prigini rekonstruksiya qilish ishlari ham boshlab yuborilgan. Ko'prik tumanning davlat ahamiyatidagi asosiy yo'lida joylashgan bo'lib, ishlar to'liq yakuniga yetkazilsa, yo'l infratuzilmasi yaxshilanadi. Shovot tumani qolaversa qo'shni tuman aholisi uchun qulayliklar yaratiladi va yo'llarda harakatlanish xavfsizligi ta'minlanadi. Tuman markazidan kesib o'tuvchi Shovot kanalining ikki qirg'og'i obodonlashtirilib, betonlashtirilmoqda. Shuningdek, piyodalar kesib o'tish uchun ko'prik qurilayotganligi aholi vakillari uchun ayni muddao bo'ldi. Keksayu yosh tumandagi o'zgarishlarni yuqori baholashadi. Keng ko'lamda mana shu parkimizda obodonlashish ishlari amalga oshirildi. Bundan xalqimiz ham birinchi navbatda bizni mo'tabar onaxonlarimiz, faxriy nuronlarimiz juda xursandlar. Yo'lakchalar, shu markaziy yo'lakchalar, ana baramiz amfiteatrimiz butunlay qaytadan rekonstruksiya bo'ldi. Oldindagi eski pantallar olinib, butun zamonaviy yangi pantallar qilindi. Ayniqsa yurtboshimizning mana shu e'tibori, g'amxo'rligi tufayli katta mablag' ajratildi. Hamma o'zining minnatdorchilik so'zlarini otaxonlarimiz duodalar. Tuman markazidan istirohat bog'igacha bo'lgan hududlarda infratuzilma bilan bog'liq o'zgarishlar katta. Jumladan, Zamaxshariy ko'chasini kesib o'tuvchi asosiy yo'l ta'mirlanib, piyodalar yo'lakchalari tashkil etilib, tungi yoritish chiroqlar bilan ta'minlanmoqda. Yoshlar xiyoboni bugun yangicha ko'rinishda. Shovot tumani 2016-yilga nisbatan juda ko'p o'zgarish qildi. Yo'llar, mana shu turgan ko'chamiz ham yangidan qurildi. Kechasimi, kunduzimi nabiralar bilan bemalol sayohat qilib yurish mumkin. Sharoit yaratilgan. Prezidentimiz rahmat. Hamma joyda odamlar to'q, farovon yashab o'tdi. Yo'llar infratuzilmasi yaxshilandi. Aholi uchun har tomonlama qulayliklar yaratildi. Piyodalar yo'llarda harakatlanish uchun xavfsizlik ta'minlandi. Shovot tumanida amalga oshirilayotgan kompleks rivojlantirish dasturining asosiy maqsadlari aholi hayotini yaxshilash va iqtisodiy faolligini oshirishdir.